Kengiz Hanım ve men. Abdori Erkin Sıdık. 2 ve 3 kısımları. 1. Men Kengiz Hanım bilen qandaq tanışdım? Köpünçilerimizдің xabarida bo'lganidek, kommunistik Xitoy mustamlakachileri 1949-yili Sharqiy Turkistonni besib olgandan keyin Uyg'urlarni bir millat sifatida yo'q qilib etishni o'zlarining birinchi darajalik muhim vazifalarining biri qildi. Shu vazifani amalga oshirishda Uyg'ur tilini eng dastlabki yo'qotish obyekti qildi. Bo'libmi, ular 1990-yillarning o'ttirlaridan boshlab qo'sh tillik ma'arif niqobi ostida Uyg'ur tiliga keng ko'lamda hujum boshladi. 2005-yili Uyg'ur til sistemasidagi boshlang'ich va o'rta maktablarning hammasini Xitoy tili sistemasidagi maktablarga qo'shib etib, Uyg'ur tilini ma'arif sistemasidan bekor qilishga boshladi. Men Uyg'ur tilining taqdiridan qattiq ansirashga boshladim. 2007-yili 18-sentabr o'zimning qo'sh tillik ma'rifmi yoki yakka tillik ma'rifmi degan maqolasi bilan Xitoy hukumatining Uyg'urlarga qarata qo'sh tillik ma'rif bahonasi bilan yo'lga qo'ygan, amaliyotda bo'lsa Uyg'ur tilini butunlay yo'q qilishni maqsad qilgan qabih siyosati ustida izlanishni boshlab, Kengiz Xonimning yerlik millat ma'rifi va ona til haqidagi ko'p yillik ilmiy kitob maqolalari bilan tanishdim. Hamda vatandagi xalqimizni qo'sh tillik ma'rif sohasidagi zamonaviy bilimlardan xabardor qilish, shu orqali imkoniyatning boricha Uyg'ur tili duch kelgan xirisni yo'qotish uchun tuvandagi qo'sh tillik ma'rifmi yoki yakka tillik ma'rifmi? Boshlang'uchda ona tilni oldida o'rgatish zarurligining ilmiy asoslari. Qo'sh tillik ma'rif qanday bo'lishi kerak? Xalqaroliq mutaxassislar nazaridagi yerlik millat ma'rifi va ona til 4-qism qatorliq temalarda 7 parcha maqola yozib, ularni vatandagi Uyg'urcha torlarda e'lon qildim. Uyg'ur tilini qo'g'dash yo'lidagi kurashni texmi kuchli nopozga ega qilish uchun men 2009-yili 3-mart Kengiz Xonimga xat yozib, u xonim bilan aloqa o'rnatdim. Hamda shuningdan boshlab Kengiz Xonim bilan izchil turda yaqin munosabat saqlab keldim. Men bilan tanishgandan keyin Kengiz Xonim menga o'zining kelgusida e'lon qiladigan ilmiy maqolalari, nashr qildiradigan kitoblari va so'zlaydigan nutqlarining hammasida Uyg'urni tilga oladiganligiga va'da berdi. Hamda u va'dasiga amal qilib keldi. Ya'ni, u shuningdan keyin o'zlarining asarlari, nutqlari, leksiyalari va Birlashgan Davlatlar Tashkilotidagi yig'inlarda ko'p qitim Uyg'urlarning til huquqining dafsanda qilinayotganligini o'ttirg'a qo'ydi. Kengiz Xonim men bilan tanishgandan keyin meni Uyg'ur tilini qo'g'dashga foydali bo'lgan bir qism muhim materiallar va o'zi yozgan kitoblar bilan ta'minladi. Men shulardan foydalanib, yana tuvandagi Uyg'urcha maqolalarni yozib chiqdim. Xalqaro mutaxassislarning qo'sh tillik ma'rifga bergan tavsiyanomasi. Ana til nima uchun intayin muhim? Yerlik millatlarning ma'rif huquqini o'z ichiga olgan xalqaro qonun kelishimlar. Men yozgan qo'sh tillik ma'rifga oid bu maqolalarning hammasi mening ma'rifat.com degan tor betimda bor. Men ularni yig'ib bir tor kitob yoki PDF kitob qilib tarqatdim. U men tayyorlagan 7-yil kitob bo'lib, u ma'rifat.com tor beti va boshqa bir qancha Uyg'urcha el kitob tor betlarida bor. Tao Skudnab Kengiz Xonim ona til ma'rifi, qo'sh tillik va ko'p tillik ma'rif, til huquqi, til qirg'inchiligi, tilshunoslik, tarix sohalarida dunyoda nihoyatda nufusi ustun olim bo'lib, Yevropadagi 2 oliy maktabda professorlik qilgandan boshqa Birlashgan Davlatlar Tashkiloti qatorliq ko'plagan xalqaro organlarda oliy maslahatchilik vazifalarini o'tagan. U nihoyatda ko'p ilmiy maqola va kitoblarni yozgan. Hamda yana nihoyatda ko'p ilmiy maqola va kitoblarni tahrirlagan. 2. Kaliforniyadagi uchrashish.
Kengiz xanım 2013 yılının 5'ida bana özünün şu yılı 2 ayda Los Angeles rayonidagi Long Beach degan shaharga keladiganligini aytdi. Aslida Kengiz xanım Kaliforniya qo'shtilliq ma'rif birlashmasining 2013 yildagi yillik yig'iniga alohida taklif qilingan mehmon sifatida qatnashadigan bo'lib, u yig'in 13 fevraldan 16 fevralgacha o'tkazildi ekan. Kengiz xanım ko'p tilliq ma'rif orqali ijtimoiy adolatparvarlikni ishga oshirish degan temada 3 soat ilmiy doklad berdi ekan. Men Kengiz xanım bilan ko'rishib, keyingi ishlar uchun uning bilan texmo yaxshiroq aloqa o'rnatib olish uchun u yig'inga o'z yenimdan pul chiqarib tizimlatdim. Hamda 15 fevral kuni idoramdan bir kun ruxsat so'rab, uydan 95 kilometr mashina haydab, shu yig'inga bordim. Shu kuni Kengiz xanım bilan bir kun birga bo'lib, uning ilmiy dokladida qatnashib, uning bilan uzun paranglashdim. Shu kunlik yig'in oxirlashgandan keyin Kengiz xanımni yig'in maydonidan 38 kilometr yiroqlikdagi Dolan Uyg'ur restoraniga apirib, lag'man va go'shtnon bilan mehmon qildim. Kengiz xanım shu qitimqi yig'in uchun 251 batlik bir serilma hujjati tayyorlagan bo'lib, biz ko'rishganda menga u hujjatni o'zim olg'ash bargan barmoq diskiga ko'chirib berdi. Men bu qitim yerlik millat ma'rifi va ona til haqida ilmiy tadqiqot elib boradigan Uyg'ur ziyolilarining foydalanishi uchun u hujjatni o'zimning torbetiga qo'yib qo'ydim. 2023 yili 6 oyning 9 kuni. Davomi bor.